Surxondaryoning so'lim tabiati bag'rida joylashgan Boysun yana bir bor madaniyat va san'at markaziga aylanadi. Sababi ushbu hududda insoniyatning nomoddiy madaniy merosi ro'yxatidan joy olgan Boysun bahori xalqaro folklor festivali o'tkaziladi. Mana shu ko'rib turgan yo'lakcha 180 metrdan iborat. Avvalambor o'zimizning surxoncha, boysuncha do'ppilar, qo'yilgan dekoratsiyalarimiz ritm bilan baland, past, shu tomonlarga ham katta e'tibor qaratdik. Bu mana shunday muhtaram yurtboshimiz tashabbuslari bilan qolaversa, nomoddiy boyliklarni saqlab qolish uchun Surxondaryo hokimimiz Zulfiqor Qosim boshchiligidagi mana shunday guruh asosida birgalikda Boysun tumanida Boysun bahori xalqaro festival o'tkazish uchun bugun juda ham katta tayyorgarlik ko'rilmoqda. Boysun bahori bo'yicha tayyorgarliklar 70-80% ga tayyorlandi. Boysun bahoriga marhamat.